hamma joyda ahamiyat berish va mehr berib, sevgi berib, qabul qilib, vaziyatni butunlay uni eshitgan holda, farzandlar eshitgan holda ular bilan faqatgina do'stlik doirasida, birlik doirasida, tenglik doirasida ularni ko'proq his qilib, ya'ni hozir nima bo'lyapti? Farzandingiz misol uchun ovqat yemayapti, yetarlicha ovqat yemayapti, ko'proq o'zi yolg'iz qolishga harakat qilyaptimi? Demak, uni ichki dunyosida qanaqadir muammo bor. Misol uchun farzandda tishlarini o'sishi yoki bo'yini o'sishi kechikyaptimi? Demak, undayam ichki dunyosida muammo bor. Ya'ni his qilishimiz judayam muhim. Farzandimizni har kuni o'sha yuziga, ko'ziga, uni qiliqlariga, uni harakatlariga qarab turib, his qilgan holatda ular bilan munosabat o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Asosiy qonun-qoida, ya'ni farzandlar bilan asl munosabatga kelishdagi asosiy qonun-qoida bu hislar bilan gaplashish. Ya'ni his qiling, nega u hozir shunaqa o'zini tutyapti? Nega hozir shunaqa bo'lgisi kelyapti? Nega hozir u erkalik qilgisi kelyapti? Nega u hozir kitob o'qigisi kelmayapti? Ya'niki nega u hozir ovqat yegisi kelmayapti-da, his qilish kerak va o'sha uni ichki dunyosidagi kemtik bo'lib turgan, ya'ni bo'shliq bo'lib turgan joyda ota-onani vazifasi uni to'ldirish, to'yintirish. U faqat mehr bilan biz san doim oldingdamiz, biz sani doimo qo'llab-quvvatlaymiz, san buni eplay olasan, san buni hammasini hal qila olasan. O'sha do'stlari bilan bo'lgan vaziyatda ham, kelishmovchilikda ham san hal qila olasan, do'stlaring bilan kelishuvga kela olasan, men senga ishonaman deb qiz bolani ham, o'g'il bolani ham qo'llab-quvvatlash juda ham muhim.